Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bo'lgan Hasud kanali. Bugungi videomiz, bugungi seriyamizda Lexus i300 da drift настройка и drift qilishni o'rgataman. Qisman o'rgataman, chunki driftni o'zim ham yaxshi uncha bilmayman, lekin sizlar uchun shu videoni chiqaryapman do'stlar. Aytishlaringiz mumkin, Aizodga nimaga videolar kamaygan? Chunki vaqtlar bo'lmay qoldi do'stlar. Vaqtlarim bo'lmay qoldi. Kursdaman. Kanikul bo'lishgan kursdaman. Chunki o'qish kerak, yaxshi bilamiz. Bo'lmasam do'stlar, kayfiyat tushirmasdan o'zlaringiz muammolarni unutib videoni ko'rishda davom etinglar do'stlar. Bugun Lexus i300 da bilish kerak. Drift qilamiz. Men ataylab drift настройка topdim. Yarim drift настройка uncha yaxshi emas. Menga beradi-da. Sizlar uchun keyin ko'rsataman. 926 HP da. Azatni arqa balonlarimiz 12% hozirchalik. Keyingisi 47% do'stlar. Aytgancha do'stlar, bunda luk bor. Kimga yangi Adrenalina M2 yana boshqa mashinalar kelgan bo'lsa, kommentariyamga yozib qo'yinglar. Menga Samsungga kelmadi jo'ta. Men kutib turibman, kelmagan bo'lsa qachon keladi biladiganlar yozib qoldiringlar. Sizlardan o'shani so'ramoqchi edim. Do'stlar, nega obuna bo'lmayapsizlar, like bosmayapsizlar, uncha prosmotr ko'rmayapsizlar, kommentar yozmayapsizlar? Nimaga? Meni xafamisizlar? Yaxshi video chiqarmayman. Bir og'iz kommentar yozib ketinglar, men sizlarga yaxshi video chiqarishda davom etaman. Do'stlar, vaqtim bo'lmay qoldi. Montajni ham yaxshi qilaman. Montaj o'zim tayyorlayman. Rasmini, previewni ham o'zim tayyorlayman. Montajni o'zim qarayman. Kommentariyaga ham o'zim javob beraman. Obuna bo'lganlarga ham rahmat aytaman. Hamma narsani o'zim qilib turaman hozirchalik. Keyinchalik yana biron kishini ukamni olishim mumkin. U rasm taxlashni yaxshi ko'radi, rasm taxlashni yaxshi biladi. Do'stlar, bu mashinamiz 926 HP da. Do'stlar, bo'lsam sizlarga drift yoqqan bo'lsa, hozir sizlarga настройкасini ko'rsataman. Bazaxdan keyin ko'rishamiz sizlar bilan. Ana do'stlar, mana shu настройка center sajistni o'sha. Qarang, o'sha Townstruck o'sha ana shu tuzilishda bo'ladi. Nima dedim? Amortizator nimasi? Pralinasi. Bu stok turadimi? Bu yerda 925 HP da. 926 uzr. Aytgancha sportchini yoki nima xohlagan 6 minglik yoki 10 minglik shina qo'yinglar. Mana внедорожникni qo'ymanglar, chunki u yaxshi emas. U toqqa yaxshi do'stlar. Shuni aytib qo'yay demoqchi edim do'stlar. Do'stlar, bugungi videomiz kimga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Aizod kanali bo'lganlar, bugungi videomiz kimga yoqqan bo'lsa yo manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib, kommentar yozib qo'ysanglar, sizlardan juda katta minnatdor bo'laman. Bo'lsam hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Aizod kanali bo'ldi. Kayfiyatlarini ko'tarib, hech qanaqa muammoni o'ylamaydi do'stlar. Sog' bo'ling. Do'stlar, arqa balonlaringiz 0% bo'lsin.